Maşallah do'stlar, qaranglar, mana safarimni 106-kunida Allohim menga shunday mo'jizalarni ko'rishga nasib aylayapti. Mana bugun 106 kun bo'ldi uydan chiqib ketganimga. Do'stlar, to'g'risi ham ko'nib ketdim, orqamdan juda ko'p insonlar gapirib turadi, ko'nib ketgan. Mamlakatda imomlar shu piyoda yurish haqida gapiryapti. To'g'ri, niyat qachonki shu narsalar bo'lsa, qabul bo'lmaydi deyapti. Lekin men niyatimni hech kim bilmaydi, oilam ham bilmaydi, Allohimdan boshqa. Sizlar hali bir narsa oxiriga yetmasdan qaror qabul qilyapsizlar, chiqaryapsizlar. Lekin hammasini Alloh ko'rib turibdi. Hammasi Allohga qaytguchi do'stlar. Bu bergan asal, bergan chiroy, boylik, kuch hammasi qaytadi. Biz bandamiz. Hech qachon hali bir narsa yakunlanmasdan qaror chiqarmaylik. Men profilim tepasiga yozib qo'yganman, ko'ringlar. Amallar niyatlarga bog'liqdir. Hali hammasini tushunib yetasizlar, hammasini. Keyin o'sha negativ bo'lganlarga kech bo'ladi. Do'stlar, kuzatinglar. Inshaalloh men Dubayga o'tib ketaman hozir. Bor narsani yozinglar. Yomon ko'rsadan yomon ko'rib yozinglar, yaxshi ko'rsadan yaxshi ko'rib yozinglar. Men hech kimga yomonligim yo'q, просто video ketyapman. Kuzatinglar.